Bir Uyg'ur ko'rinsa Iroq Gözlerim nemlener gahi bıraktım. Bir Uyg'ur ko'rinsa Iroq. Bu naqshining har qitim mush misralarini anglag'imizda ko'z oldimizga vatanimizdagi barliq Uyg'urlar keladi. Ba'zilarning ko'z oldiga katminni dulug'i ortgan dehqon, ba'zilarning ko'z oldiga salobatli kiyingan savdogar, ba'zilarning ko'z oldiga har bir yurtlarning an'anasi bo'yicha kiyingan ayollar, onalar, ba'zilarning ko'z oldiga rasti bozorlarda aldirash ketayotgan odamlar, ba'zilarning ko'z oldiga maktabdagi o'quvchi, o'qituvchilar, ba'zilarning ko'z oldiga hayo bilan qizirib turgan qizlar, ba'zilarning ko'z oldiga moda kiyinib taqildab dassab yurgan qiz ayollar. Hammamiz o'zimizga tunish bo'lgan simolarni ko'z oldimizga keltiramiz. Shu tunish simolar chet eldimi atrofimizda bor. Nemishqidir chet eldagi Uyg'urlar biz seg'inayotgan o Uyg'urlar emasdek, ularga e'tiborsiz va yotsirash ko'zimizga qaraymiz. Chet eldagi Uyg'urlarni o'zimizga o'xshash bir Uyg'ur qilish uchun tirishimiz. Birlarini menga o'xshash kiyinmidi deb, birlarini men tutgan yo'lni tutmadi deb, birlarini menga o'xshash fikr qilmadi deb o'zimizdan yiroqlashtiramiz. Ba'zilar bizdan turmush saviya jihatdan eshib ketsa, natija iqtidor jihatdan eshib ketsa, uning xushal bo'lishining o'rnida hasad qilamiz. Uningga gumon bilan qaraymiz. Shu sababdan qandoqdir o'zimizni yakiygan qolgandek his qilamiz. Amaliyotda u hissiyotlarni o'zingizdan keltirayotganligingizni his qila oladingizmi? Siz tunuydigan bir Uyg'ur tijoratda ziyon topsa, ichingiz og'rirdimi? Puchlandingizmi? Yoki ichingizda xo'p bo'pti dedingizmi? Siz tunuydigan bir Uyg'ur tuyuqsiz natija yaratsa, ichingizdan chiqarib xo'sh bo'la oladingizmi? Tabriklayaldingizmi? Yoki hasaddan, rashkdan ichingiz og'didimi? Siz tunuydigan bir Uyg'urning g'ayvetini boshqalar qilayotganda, ularning yiniga kelib, "Hey, uning g'ayvetini qilmanglar. Qarindishinglarning go'shini yemanglar. Uning mundaq ortiqcha taraflari bor" deyaladingizmi? Yoki uning g'ayvetini boshqalarning qilayotganligidan xo'sh bo'lib, "Seningmi yomon gapingni qilgan odam bor ekan" dedingizmi? Siz tunuydigan bir Uyg'ur samimiy, rostchil bo'lganligi uchun sizga ortiq xushamat qilolmadi. Siz shu sababdan uni o'ch ko'rdingizmi yoki uning rostchil samimiyligidan huzur oldingizmi? Siz tunuydigan bir Uyg'urni boshqalarning ta'riflayotganini anglaganingizda, uning anchakin bir xatoliklarni, anchakin bir savalliklarini ko'tarib chiqib, uni u ta'riflaganlarning nazaridan tushirishga tirishdingizmi yoki billa ta'riflashib berdingizmi? Endi o'zingizdan so'rang. Siz yuqorqi ishlarning ijobiy ishtirokchisimi yoki salbiy ishtirokchisimi? Agar ijobiy ishtirokchisi bo'lsangiz, barakallah. O'zingizdan faxrlaning. Agar salbiy ishtirokchisi bo'lsangiz, o'zingizni tekshiring. Boshqa davlat, boshqa millat xalqlari ichida rohat farog'atda, go'zal hayotda yashayotganlar bor. Ularning xuddi ashundoq yashash haqqi bordek. Biz Uyg'urlarning undaq yashash haqqi yo'qdek. İchimizdan biri rohat surib qolsa, uni gumon bilan qaraymiz. Uyg'urning anchakin bir xushalliqlari, anchakin bir natijalar uchun hasad qilamiz.
Başqalar şundaq yaşaş haqliqkan-yu, nima uchun Uyg'ur undaq yaşaş haqliq emas? Dunyoning narida bo'lmayli, biz bir-birimiz uchun bek muhim. Birlarini kiyinishi sabab, birlarini tanlashi sabab, birlarini qiziqishi sabab o'zimizga dushman qilib olmayli. O'zimiz tanlagan yo'lda yashash haqqimiz bo'lgandek, qarshi tarafningmi albatta shundoq yashash haqqi bor. Bu dunyoda nachar odam yo'q. Faqat ikki masala bor. Biri, siz o'zingizni yaxshi tushundiramedingiz. Yana biri, qarshi tarafni haqiqiy yo'sinda tushunishga tirishmadingiz. Ba'zida biz mundaq deymiz. Palanchiq yaxshilik qilsam bilmadi. Men nada yaxshilik qilmagan bir insonlardan yaxshilik ko'rdim. Odamlar ajoyib to'sqorkan deb og'rinamiz. Balkim siz yaxshilik qilgan inson boshqa bir kimga qilayotgandir. Boshqalardan yaxshilik ko'rgan inson sizga qilayotgandir. Biz ba'zida ko'lga terimiz, cho'ldan olamiz. Sizning boshqalar qilgan yaxshiligingiz aylanib, boshqalar tarafidan sizga qaytib keladi. Biz atrofimizdagilarga ichimizdan chiqarib samimiy muomalada bo'laylik. U bizning ko'zlarimizdan, chiroyimizdan, tabassumlarimizdan ifodalansin. Qarshi tarafni qo'llaylik, madad beraylik. Onunla hamroh bo'laylik. Hamroh bo'lish deganlik onun bilan davomliq bozor chiqish, sayli sayohatga berish, uyga chaqirish, uyiga berish deganlar emas. Yiroqda bo'lsaqmi, onunla har zaman baxt tilaylik. Xo'shalliklardan tang bahramon bo'laylik. Bu onun bilan birga bo'lganligimiz. Hech bo'lmasa onun keyindan g'ayvetini qilmaylik, onun natijalari uchun hasad qilmaylik. Bizning niyatlarimizni, qalbimizni, qarshi taraf tutgan pozitsiyamizni egimiz bilib